viloyati Tuman tumani Bobolochi mahallasida joylashgan 10 gektarli yer maydonida turibmiz. Ushbu 10 gektarli yer maydoniga bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida serhosil piyoz navi ekilgan bo'lib, ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki, Qumqo'rg'on bank xizmatlar markazi va Agrotech yurti ishlab chiqarish kooperativi hamkorligida amalga oshirilgan. Ushbu 10 gektarli yer maydoni 27 kishiga bo'lib berilgan bo'lib, 2024-yil noyabr oyida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida serhosil piyoz navi qadalgan. Ushbu piyoz navi to'liq agrotexnik talablar asosida parvarish qilindi. Hozirgi kunda ushbu ekilgan piyozimiz pishib yetilish davrida. Ushbu piyozimizni pishib yetilish davrida biz hozir ichki va tashqi bozorga to'liq sotishni rejalashtiryapmiz. Ushbu yer maydoni piyoz sotilib bo'lingandan so'ng yana serhosil eksportga ekinlar ekishni rejalashtirmoqdamiz.